Assalomu alaykum hammaga. Safarimiz 3-kuni 14-masjiddamiz. Shom namozini o'qish uchun Dang'ara tumani Said Ahmadxon hoji jome masjidiga keldim. Masjid tahoratxonasi bir vaqtning o'zida 40 ga yaqin insonga xizmat ko'rsata oladi. Masjidimiz umumiy maydoni 2,6 gektar bo'lib, u O'zbekistondagi eng katta masjidlardan biri hisoblanadi. Masjidimiz xonaqosini o'zi 2000 ga yaqin insonni o'z ichiga sig'dira oladi. Masjid umumiy hovlilari bilan 10 ga yaqin inson bir vaqtning o'zida namoz o'qishi mumkin. Masjid bosh imom xatibi Shavkatjon Qoraga 5 yildan beri shu masjidda imomlik vazifasida faoliyat yuritib kelishmoqda. Said Ahmadxon hoji jome masjidi 2015-yil 2019-yillar davomida qurib bitkazilib, 2019-yil Ramazon oyining 1-kunidan boshlab o'z ish faoliyatini davom ettirib kelmoqda.